Chevrolet Damas 2026 bu yillar davomida o'zining oddiyligi va ishonchliligi bilan mashhur bo'lgan minivenning butunlay yangilangan avlodi. Chevrolet ilk Damas modelini 1990 yillarda taqdim etgan va u tezda arzon hamda amaliy transport sifatida ommalashgan. Yangi 2026 versiyasi esa eski modeldan ancha farq qiladi. Endi u kattaroq kuzov, zamonaviy dizayn va yaxshilangan qulayliklar bilan keladi. Tashqi ko'rinishda old qismi yangilangan, yon tomonda sliding eshiklar mavjud bo'lib, bu ayniqsa oilalar va yo'lovchi tashish uchun juda qulay. Ichki salon ham soddalikdan chiqib, multimedia tizimi, konditsioner va qulay o'rindiqlar bilan jihozlangan. Texnik tomondan ham katta o'zgarishlar bor. Oldingi oq butun 8 litrli dvigatel o'rniga endi 1.2 yoki 1.5 litrli dvigatel variantlari taklif etiladi. Bu esa avtomobilni kuchliroq va tezroq qiladi. Maksimal tezligi taxminan 140-150 km/soatga yetadi. Shu bilan birga yoqilg'i sarfi hali ham iqtisodiy darajada saqlanib qolgan. Narxi esa eski modelga qaraganda biroz yuqoriroq, lekin yangilanishlar hisobga olinsa, bu o'zini oqlaydi. Damas 2026 kichik biznes, oilaviy foydalanish va yo'lovchi tashish uchun juda mos variant bo'lib qolmoqda. Uning asosiy ustunligi arzon xizmat ko'rsatish, keng salon va ko'p funksiyali foydalanish imkoniyatidir. Umuman olganda, bu model oddiy ishchi mashinadan zamonaviy miniven darajasiga chiqdi va hali ham o'z segmentida kuchli raqobatchi bo'lib qolmoqda.